Qayerdan keldingiz? Samarqand. Samarqandning o'zidan. Samarqand Tayloq rayonida. Samarqand Tayloqdan kelishibdi. Qachondan beri kuzatasizlar? Ha, Bularni ham olib qo'ying. Videoga tushmayman degan akani ham bitta olib qo'y. Ana shu akamiz videoda sal shubhalanib kuzatardim debdilar. Aka, mana shu keldingiz, MBga keldingiz. O'sha Instagramdan nima farqimiz bor ekan? Bormi? Salgina bo'lsa ham. Ayting, real. Bir xilmi? Moshinamiz yo'q, hozir ayting, ana shu o'g'lingiz. Hozir ayting. Moshin berishingiz kerak. Bo'ldi, sizga ham qilib beramiz aka. Qilib berish qiyin emas. Bo'ldi aka. Yo'q, mana shu moshinada olganingizni eslatasiz. Hali bu Instagramga qo'yilmagan mashinani xarid qilishdi. Yaxshi mashinlarimiz ko'pi shunaqa bo'lib tez-tez ketib qolyapti. Shuning uchun Instagramga qo'yishga uspid qilmayapmiz. Shuning uchun Telegram kanaliga ham o'tib olishni maslahat beramiz. Mashinamizni 1 yilga necha pulga tushdi sizga? 1 yilga 6,5. 1 yilga 6,5 ming dollarga emas, 6,5 mingdan sal o'tdi. 6,5 mingdan sal o'tdi. O'zingizga hamma tomonni sinab ko'rdingiz ham mashina. Yo'qdimi? Yo'q. Xudo xolasa, inshaalloh, bundan tashqari mana sizga aytilmagan gapni aytayapman. Yana bir hafta men sizga garantiya beraman mashinaga. Agar yo'qmasa, olib kelib plyusni qaytarib olib ketasizmi? Aka, barakasini bersin. Salomat bo'ling. Samarqandliklar bitta like bosib qo'yasiz.